ishni qetirqinib qilish. Dinning 3 martabasi bo'lib, ular iymon, islom va ihsondan iboratdir. Arab tilidagi ihson, ya'ni ihson degan so'z itqon, ya'ni har bir ishni qetirqinib qilish, puxta o'rinlash, mukammal qilish degan ma'nolarni ifodalaydi. Bu so'z, ya'ni yaxshilik qilish degan ma'nodami keladi. Ammo ihson iymonning martabasi qatorida kelganda ishni qetirqinib qilish degan ma'noni ifodalaydi. Qur'on Karimdagi allazi ahsana kulla shay'in xalaqah, ya'ni Alloh har narsani mukammal yaratgan zotdir degan oyat bu ma'noni ifodalaydi. Qur'oni Karimda ihson va muhsinun degan so'zlar ishni qetirqinib qilish degan ma'noda ko'proq kelgan. İmam Muslim Ömer ibn Xattab raziyallohu anhudan rivoyat qildiki, biz bir kuni payg'ambar alayhissalomning yanida o'ltiratdik. Oldimizga hech qaysimiz tonimaydigan bir odam keldi. Uning kiyimi oppoq, chechi qop-qora edi. U uzun yo'ldan kelganda ko'rinadi. U odam payg'ambar alayhissalomning oldiga kelib, tezini payg'ambar alayhissalomning tiziga chaplab o'ltirdi va ikki qo'lini uning yo'tisiga qo'yib turib, "Ey Muhammad, islom degan nima?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom uningga islom Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qligiga, Muhammad alayhissalomning Allohning payg'ambari ekanligiga guvohlik berish, namoz o'qish, zakot berish, Ramazonda roza tutish va qurbiyatsa haj qilishdir deb javob berdi. Ondan u odam to'g'ri deding dedi. Biz uningdan o'zi so'rab, yana o'zining tasdiqlaganligiga hayron qoldik. Ondan iymon degan nima deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom uningga iymon Allohga va uning farishlariga, kitoblariga, payg'ambarlariga, qiyomat kuniga va yaxshilik, yomonlikning Allohning taqdiri bilan bo'ldiganligiga iymon etishdir deb javob berdi. Ondan u odam to'g'ri deding dedi. Ondan ihson degan nima deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom uningga ihson Allohni ko'rib turayotgandek ibodat qilishdir. Gerçi sen Allah'ını ko'ranmasangmi, Allah seni ko'rib turadi deb javob berdi. Ondan u odam qiyomat qachon bo'ladi deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom uningga so'ralg'uchi so'rg'uchidan bek ma'lumotliq emas deb javob berdi. Ondan u odam undaqda qiyomatning alomatlari qaysilar deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom uningga dedekning o'z xo'jayinini tug'ishi va yalang'oyoq qo'ychilarning egiz binolarga ega bo'lishidir deb javob berdi. Ondan u odam ketib qoldi. Payg'ambar alayhissalom bir oz o'ltirib olgandan keyin "Ey Ömer, mendan savol so'ragan kishining kim ekanligini bilamsan?" deb so'radi. Men Alloh va uning payg'ambari biladi dedim. Ondan payg'ambar alayhissalom "U Jibril edi. Sizlarga dininglarni o'rgatish uchun keldi" dedi. Bu nihoyat muhim bir hadis bo'lib, dinimizni intayin ixcham so'zlar bilan to'liq ro'shan bayonlar bilan ochiqlagan. Bu hadisni payg'ambar alayhissalomning "U Jibril edi, sizlarga dininglarni o'rgatish uchun keldi" degan so'zidanmi mukammal sifatlab bergili bo'lmaydi. Chunki payg'ambar alayhissalomning bu so'zi islom dinining eng mukammal va eng ixcham ta'rifi edi. Bu hadisning ihson Allohni ko'rib turayotgandek ibodat qilishdir. Gerçi sen Allohni ko'ranmasangmi, Allah seni ko'rib turadi degan qismida ibodatlar tilga elingan bo'lsa-mu, u din va dunyolik barliq amallarni o'z ichiga oladi. Uning ustiga ibodatning umumiy ma'nosimi Alloh taolo ko'rsatgan va rozi bo'ladigan shaklda yashash deganlikdir. Buningga asosan mazkur hadis shuni ifodalaydi-ki, odam ibodatni Alloh taolo meni ko'rib turibdi, men uning huzurida turibman degan e'tiqod bilan qilgandek, din va dunyolikqa munosabatlik har qanday bir ishni shunda qetirqinib qilishi, har vaqt Alloh taolaning o'zini kuzatib turadiganligini bir minutmi esidan chiqarmagan asosda ish ko'rishi lozim. Bu hadisda bayon qilingan islom, iymon va ihson qatorliq uch cho'ng haqiqat dinimizning uch cho'ng martabasi bo'lib, Alloh taolo insonning dunyo va oxiratlik baxt saodatini mushu uch ishga bog'lagan.
Bu üç martaba o'ttirisida zich munosabat bor. Mümin odam har bir ishni Alloh taolo meni va qilayotgan ishimni ko'rib turibdi degan e'tiqod bilan, chin ixlosi bilan qaytirqinib, voyaga yetkazib qiladigan bo'lsa, u mu'minlikning eng yuqori pallasiga yetgan odam bo'ladi. Mundaq kishi innalloha ma'allazina ittaqaw vallazina hum muhsinun, ya'ni shaksizki Alloh taqvolik qilguvchilar va qaytirqinib ish qilguvchilar bilan billadir degan oyatda tilga elingan kishilarning qatoridan o'rin olgan bo'ladi. Alloh taolo bu oyatda har bir ishni qaytirqinib qilguvchilar bilan o'zining billa ekanligini bayon qilgan bo'lib, Alloh taolo o'zi bilan billa bo'lish martabasiga yetgan bandalarni himoya qiladi, qo'g'daydi va ularga yordam qiladi. Muhsin, ishni qaytirqinib qilguvchi degan sifat mu'min degan sifatdan xos sifat bo'lib, har qanday muhsinni mu'min degili bo'ladi. Ammo har qanday mu'minni muhsin degili bo'lmaydi. Chunki musulmon odam mu'minlik martabasiga yetgandan keyin taqvolik va muhsinlik martabasiga yetgan vaqtida ondan Alloh taolaning muhabbatiga sazovor bo'ladi. Vallohu yuhibbul muhsinin. Ya'ni Alloh qaytirqinib ish qilguvchilarni yaxshi ko'radi. Qur'oni Karimda bu ma'noda kelgan oyatlar ko'p uchraydi. Ammo Alloh musulmonlarni yaxshi ko'radi yoki mu'minlarni yaxshi ko'radi deydigan birmi oyat yo'q. Bu deganlik Alloh taolo mu'min musulmonlarni yaxshi ko'rmaydi deganlik emas albatta.